Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 21-yanvar Namangan viloyati Uchqo'rg'onda Hamza qishlog'ida boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Bu yerga ostrov qilib moykasi o'zi bilan birga. Mana bejirim qilib bu chekkaga tandirimiz bo'ldi. Yer tandir, go'sht bo'sh dimlagani. 22 litrli qozonimiz, mangalimiz bo'ldi. Bejirim bo'lib shaklli chiroyli qilib berdi. 80 litrli qozonimiz, kam rasxod ekonomishni xudo xolasa, anaqa naveslarni qo'laytirmaydi. 22 tali tandirimiz bo'ldi. Mana qizdirishga kelib qoldi. Qizdiribdi. Bu yerga 80 litrli samovarimiz bo'ldi. 1 metrli zakotopishni stol, polkasi bilan birga. Bu yerga gaz plitamiz bo'ldi. Yoniga morozilka qo'yadigan joyimiz bo'ldi. Mana ostrovimiz kursida. Mana bag'ini ham ko'rsatib o'ting. Bu yonini ham tagi polkali. Xudo xolasa bejirim qilib berdi. Yoqqanmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Tortishlari. Mana. Xudo xolasa o'ta go'zal. Qozonga o't tegishini ham ko'rsatib qo'ying. Mana mangalimiz mana. Bunda yaxshi ko'rsatmoqda. Ay. Mana katta qozonimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana tortini. Xudo xolasa o'ta go'zal. Bunga ham o't tegishini ko'rsatib qo'ying. Mana samovarimiz, suvimiz ham qaynasha keldi xudo xolasa. Bu yonda olasiz. Mana samovar tortini ham. Xudo xolasa cho'tki. Mana suvimiz qaynasha kelib qoldi mana. Kam rasxod ekonomishni xudo xolasa naveslarini o'ylarini qo'laytirmaydi. Eng so'nggi pozitsiyadagi bo'ldi, fulli bo'ldi. Hamma ayollarga kerakli hamma narsamiz bo'ldi. Ikkitadan tandir, mo'ka, gaz plita hammasi joy-joyida bejirim bo'ldi. Xotirjam ishlashga udobli. Mana tandirga, katta qozonga ham aylanib ishlasa bo'laveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistongacha, hatto Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Albatta narxi kelishilgan holatda. Yo'qsa like bosib, obuna qo'yishni unutmanglar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, bundan-da chiroyli ishlarimizni qo'yib boramiz. Pastda Telegram kanalimiz bor. Unga ham qo'shilib olsangiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha odamga videoni tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lsizlar. Katta rahmat.